Assalomu alaykum, mani ismim Husan, siz mani YouTube kanalimdasiz. Bugun biz siz bilan Yaponiya davlati Osaka shahrida bo'lib o'tayotgan Expo 2025 Osaka haqida gaplashamiz. Siz ungacha obuna bo'ling, like bosing, share qiling. Shu kunlarda arxitektura sohasidagi xalqaro voqea bu butun jahon ko'rgazmasi Exponing bo'lib o'tayotgani. Bu safar Yaponiya davlatining Osaka shahrida Yumeishu orolida bo'lib o'tyapti. Ilgari ushbu orol hududi sanoat chiqindilari uchun poligon bo'lgan, lekin yaponlar uni tozalab, qayta tiklab, innovatsiyalar, g'oyalar va yetakchi davlatlarning yutuqlarini namoyish etadigan ko'rgazma maydoniga aylantirishgan. Expo 2025 mavzusi kelajak jamiyatini hayotimiz uchun yaratish. Inglizchada Designing Future Society for Our Lives. Ko'rgazmada 160 dan ziyod davlat ishtirok etib, 80 ta pavilyon qurilgan. Shu jumladan O'zbekistonning ham pavilyoni bor. Pavilyon juda zo'r qurilgan. Bu haqda keyinchalik gaplashamiz. Pavilyonlarning ko'pchiligi ajoyib arxitekturaviy ifodalar. Butun jahon ko'rgazmalari hamma vaqt o'zlarining ta'sirli arxitekturasi bilan tanilgan. Masalan, shu kabi ko'rgazmalardan biri bu Parijdagi ko'rgazmada Eyfel minorasi qurilgan. Eyfel minorasi ko'rgazma tugagandan keyin qaytib buzib tashlanish kerak edi. Lekin biz bilamiz haligacha turibdi. Yoki yana bir misol Chicagodagi White City. Bu ko'rgazmada lirik, neoklasika uslubidagi pavilyonlar yoki elektrlashtirilgan yoritish tizimi ishlab chiqilgan. Shaxsan Thomas Edisonni ham o'zi qatnashgan. Hozirda men shu Erik Larsonni White City kitobini o'qiyapman. Juda qiziq kitob. Umuman arxitektorlar Sullivan, Burnham yoki Olmsted Central New Yorkdagi Central Parkni loyihalagan arxitektorlar u yoqda qatnashgan. Juda qiziq kitob. Ba'zilari roman shaklida yozilgan, lekin tarixiy faktlar bor. Juda qiziq, tavsiya qilaman. Albatta, hozirgi ekspolarning talabi keyinchalik 1930-yilda yozilgan. Endi Osakada bo'lib o'tayotgan ko'rgazma haqida gaplashamiz. Bu haqda men videolar ko'rdim, maqolalar o'qidim, juda qiziq va siz bilan bo'lishim keldim. Va o'zim uchun qiziq bo'lgan 5 ta pavilyonni oldim va siz bilan shu bilan bo'lishmoqchiman. Xo'sh, birinchi bo'lib biz o'sha pavilyon hududi haqida gaplashamiz. Expo 2025 ning bosh rejasi Yapon arxitektori Sufujimoto tomonidan ishlab chiqilgan. Rejaning markaziy elementi Grand Ring deb nomlangan ulkan yog'och halqa. Uning diametri deyarli 2 kilometr. Bu uni dunyodagi eng katta yog'och inshootga aylantiradi. Uning kengligi 30 metr, balandligi 12 dan 20 metrgacha. Bu tuzilma piyodalar yo'lagi, jamoat maydoni va butun ko'rgazma hududini birlashtiruvchi funksiyalarni bajaradi. Endi pavilyonlarga o'tadigan bo'lsak, har doimgidek eng katta qiziqish bu mezbon pavilyonga bo'ladi. Yaponiya milliy pavilyoni Nikensekai byurosi tomonidan loyihalashtirilgan. Uning asosini aylana shakli va yog'och materiali tashkil qiladi. Pavilyon CLT panellaridan tashkil topgan bo'lib, ular shaxmat tartibida joylashtirilgan. Oraliqlar jamoat, tranzit va ko'rgazma hududlari vazifasini bajaradi. Loyihaning muhim jihati ko'rgazmadan so'ng pavilyon butunlay demontaj qilinib, panellar qayta ishlanadi va boshqa loyihalarga foydalanadi. Keyingi pavilyonimiz bu Bahrayn pavilyoni bo'lib, u ishlov berilmagan yog'och materiallardan qilingan. Umuman olganda hozirgi kunda umuman Shimoliy Yevropa, Skandinaviya davlatlarida, Germaniyaning o'zida ham, mana Yaponiya, arab davlatlarida ham yog'och bilan ishlash omma tusiga kirgan. Bu juda chiroyli arxitekturalar amalga oshirilyapti. Bu kelajak arxitekturasi desa ham bo'lsa kerak. Menimcha shunaqa, menga juda yoqyapti. Bahrayn pavilyoni Lena Gotme tomonidan ishlab chiqilgan. U taqriban 3000 dona ishlov berilmagan yog'och elementlaridan tashkil topgan va dengiz bilan bog'liq timsolni ifodalaydi. Bu ekologik jihatdan juda samarali va ta'sirli loyiha. Keyingi pavilyonimiz bu Qatarga tegishli bo'lib, Qatar pavilyoni Kengakuma tomonidan qurilgan.
Loyiha asosida kemaning timsoli yotadi. Yaponiya va Qatar o'rtasidagi dengiz aloqalarini anglatadi. Ichkarisida Qatarning madaniyati, sanoati va ekologiyasiga bag'ishlangan multimedia ko'rgazmasi joylashgan. Ekspozitsiya dizayni OMA byurosiga tegishli. Keyingi pavilyonimiz ham bu arab diyoriga tegishli bo'lib, bu Saudiya Arabistoni pavilyoni. Ushbu ekspoda arab davlatlari juda ham bir zo'r arxitektura bilan qatnashyapti. To'g'risi menga juda yoqdi. Saudiya Arabistoni pavilyoni Norman Foster byurosi tomonidan loyihalashtirilgan. Bu an'anaviy arab qishlog'i tasvirlangan tuzilma bo'lib, tor ko'chalar va faol jamoat hududlarini o'z ichiga oladi. Kechqurun pavilyon fasadlari multimedia ekranlariga aylanadi. Endi Yevropa tarafiga o'tsak, ya'ni Britaniyaga. Britaniya pavilyoni V Architects byurosi tomonidan ishlab chiqilgan. Bu alyuminiy piksel qobig'i va yog'och elementlar uyg'unligidir. Qobig' ko'plab alyuminiy panellardan iborat bo'lib, yengil va o'zgaruvchan tuzilma yaratadi. Endi men hozir yashab ishlab kelayotgan Germaniya pavilyoni haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Pavilyonning nomi va Germany deb nomlanadi. Va so'zi yapon tilidan aylana, hamjihatlik va hatto wow ma'noni anglatadi. Bu 6 doirasimon pavilyon uchun qulay nom deb atasak ham bo'ladi. Osikadagi Germaniya pavilyoni bu aylanma arxitektura, sirkulyar me'morlikning yorqin namunasidir. 6 doirasimon ko'rgazma zali va yashil tomlar tabiatning barqarorligi va sikllik g'oyasini ifodalaydi. Inshoot 132 tonna qayta ishlangan po'lat va 140 tonna yog'ochdan tashkil topgan. Devorlari esa zanjabil mitseliyasi, loy, kanop, beton kabi ekologik materiallar bilan to'ldirilgan. Pavilyon tomida joylashgan ranglar bog'ida tabiiy ma'lumotlar ovozga aylantiriladigan installyatsiya orqali his etiladi. Loyiha modulli tizim asosida tuzilgan bo'lib, ekspodan keyin ham qayta ishlatilishi mumkin. Bu kelajak arxitekturasining namunasidir. Ana endi jonajon O'zbekiston pavilyoni haqida gaplashamiz. To'g'risini aytaman, pavilyon menga juda yoqdi. Pavilyonni ko'rgan zahotim o'z Telegram kanalimga shu pavilyon haqida yozdim. Siz ham Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. U yerda ham ba'zida yozib turaman. O'zbekiston pavilyon loyihasi Bruckner Atelier tomonidan ishlab chiqilgan. Qurilish ishlari esa Nusli kompaniyasi tomonidan olib borilgan. Pavilyon modulli va qayta ishlatish mumkin bo'lgan yog'och elementlardan iborat bo'lib, ko'rgazmadan so'ng O'zbekistonda qayta quriladi. U studiya, ustaxona yoki maktab sifatida xizmat qiladi. O'zbekiston pavilyon arxitekturasi 3 ta asosiy elementni o'z ichida mujassam etgan. Bog', yog'och ustunlar o'rmoni va skulpturasimon markaziy bog'lanish. To'g'risini aytaman, buni ingliz tili va rus tilidan tarjima qildim. Tarjima sal o'zbekchaga to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. Tom qismidagi bog' O'zbekistonning boy madaniy manzarasini ifoda etadi. Uchrashuv va muloqotlar uchun ochiq makon sanaladi. Ustunlar o'rmoni esa an'anaviy yog'och ustachilikka ishora bo'lib, modullik va innovatsion g'oyalarni yoritadi. Skulpturasimon markaziy bog'lanish esa tom va bog'ni fizik jihatdan birlashtiradi va mehmonlar uchun yaxlit fazoviy tajriba yaratishni maqsad qiladi. 840 metr kvadrat maydonni egallagan pavilyon 2 asosiy ekspozitsiyani namoyish etadi. Hikoyalar bog'i va bilim maydoni. Bu ekspozitsiya O'zbekistonning zamonaviy va barqaror jamiyat sari yo'lining ramzi sifatida yaratilgan. U milliy tarixiy merosni zamonaviy o'zgarish energiyasi bilan uyg'unlashtiradi va mehmonlarni O'zbekiston kelajagi haqida fikrlash va mulohaza almashishga chorlaydi. Instagram sahifalarida O'zbekiston pavilyoni haqida informatsiya tarqatishganda tumorga o'xshagan forma bo'lgan deyishadi. Ko'rgazma 2025-yilning 13-oktyabrigacha davom etadi. Agar siz Yaponiyaga yo'l tutishsa, albatta Osakaga kirib o'ting, ko'rgazmani tomosha qiling. Agar O'zbekiston yoki boshqa birorta pavilyon sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda qoldiring, muhokama qilamiz. Xayr, salomat bo'ling. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.